Bo'ladi, bildim, uqdim. Ha, bo'ldi, men qarab baqay, ha. Bu konu sazgan. Pulga yaramaydi, olmayman. Bayxo'jam, bu saz konu bo'lsa-mu, ovozi bek yaqimliq ham yangroq. Anglab baqsana. Anlamayman. Bu eski narsanizni darhol olib keting. To'xtang. Turib turing. Bayxo'jam nima ish? Men bu sazingizni ep qolsam bo'ladi. Lekin bir shartim bor. Xotin. Qayerga chaqiryotdi? Nimandaq teyze? Bu bay, xeyli romantik gelcimo. Xotin. Erişip qamaganlar begim. Men seni alayda xush qilib o'tay degan. Ko'zingni yuma. Xotin, ko'zingni och deganda ochchimi? Xotin ko'zingni ochmajimi? Endi qara. Nima qilyotdilar? Xotin, men sana tayyorlagan duttar nag'misini anglab bo'lamdi. Ha? Ma'qul, dutar nag'misi anglay. Voyey, bo'ldi chammisizlar. Nimaga yiqimsiz qulog'imni qanday chiqarmoqchimisizlar? Bu sazin nereden keldilar? Oyjon, nereden kelgan saz bu? Abdullah'ın qo'lidan arzal ilib olgandim. Bu konu sazni men ep ketay. Xotin, chaqan sazimni anglamamsan. Anlamayman. Bayxo'jam, biz sazni og'ili keldi. Bu pul yetmaydi. Biz ilgari mushuninga deyishgan-ku. Men ilgari siz degan bahoga qo'shilgan. Siz menga soz chelishni o'rgatib qo'ymagandan keyin shunga bahosi o'rlab ketdi. Bayxo'jam, saz chaladigan ishni o'g'ilman debla o'rgangili bo'lamdi. Baribir soz chelishni o'rgatmagan degan baho onasi o'rlaydi. Undaqda saz chelishni o'rgatsam yana ilgirki bahoga kelamda. Ha, shundoq. Bo'ladi, gapimiz gap. Men oldi bilan ritmiga keltirishni o'rgatay. Menga agishib o'rgansizlar, ha? Ma'qul. Dum taq taq. Undaq emas. Ba'zilari tez, ba'zilari asta. Dum taq. Dum. Siz rostdan imaq anlayammadinglarmi? Bo'ldi, Bayxo'jam. Biz boshqa bir xil usulda o'rganaylik. Yaxshi. Bayxo'jam, qilay bo'ldi, chammisizlar. Bayxo'jam, boshqalar pul tepish uchun saz chalsa, sizlar jon elish uchun saz chaladi ekanlar. Qara. Men sizlarga dedim-ku, o'rganmaysizlar deb, undaqda onasi baho bilan sozni setib beray. Yoki bu cholg'uni o'ylashmanglar. Qanday qilganda Bayxo'jamga saz chalishni o'rgatgili bo'lar. Nasriddin? Qopib ko'rinasan-ku. Dadam dutar chelishni o'rganib bo'lsam, Gulnarning buvisining sazini qaytarib beraman deydi. Ha, o o'rganmaydi. Nima ishqa? Ilgari uyimizga usti bir sozandi kelgan edi. Uning chag'an duttiri odamni eritib o'tdi. Onammi uning chag'an duttirini anglab o'zini tutolmay uslo o'ynab sakrab ketgan edi. Biroq dadam
onamning boshqalarning oldida usul o'ynag'ini ko'rib, hasad qilib, saz chalishni o'rganishga iroda bog'lagan. Oqibatda amalga oshirolmadi. Aslida muntahkanda. O'ylab boqay. Topdim. Nasriddin, nima qilishni o'ylayapsan? Bayg'o'jam, oldirmisizlar. Oldi bilan o'yin ko'raylik. Nima o'yin? Sizlar bek yaxshi chaladi ekansizlar. Ular chelishni faqatla xumaydi. Nima? Ha, hozir saz chaqini Gulnarning buvisi Abdulla boy. Aslida sizlar dutorni qaytarib olmoqchi ekansizlar-da. Bu mumkin emas. U nasiba bilan uni qaytarib ola olaysizlar. Bayg'o'jam, sizlarning oliy hammomni xushal qig'ilari bormi yo'q? Begim, qopsi kella. Bayg'o'jam, qandaq? Baqayli. Nima? Sozanda? Tez bo'l o'g'lim, tez bo'l. Tez bo'l. Qanada u? Ana, xo'sh edi. Oliy hammomning o'yinni ko'ngli kelganligini qarshi olamiz. Nasriddin, yana sen kelsan-ku, usti sozanda qani? Aldirmang, hozir u saz chelishni boshlaydi. Kesla Bayg'o'jam, kesla. Kesla. Dada, g'ayratli. Begim, nima qilyaptilar? Tez bu yoqqa kelsizlar. Bayg'o'jam, hargiz umidsizlanmasizlar, ha? Oliy hamma, bu qatim Bayg'o'jam uzun tayyorlik qildi, juma. Ana, dadam chog'im muzikani anglig'im bu. Bayg'o'jam, g'ayrat qilsizlar. Bayg'o'jam, qaytib kelsizlar. Pek yaxshi bo'ldi. Begim. Bayg'o'jam, biz ketdik. Butlarni o'tib qolmasizlar, ha? Bildim. Tez minishlar.